20 million so'mga qayerlarni qanday fasonda tunukafonlar qilsa bo'ladi? Tunukafon birinchi chiqqandan beri haligacha modasi o'lmasdan juda ham go'zal bo'lib, odamlarga mamnun bo'lib kelayotgan fasonlarimizdan biri bo'lib kelmoqda. Yana bitta foydali tomoni, bu ko'vrali fasonimizni kvadrat ko'payib ketmaydi aziz do'stlar. Shu tomonlari ham odamlarga qulay bo'lib tushmoqda. Shuning uchun ham ro'za-i Ramazon oyida tunukafon qildirishga shoshilib qo'ying. Yana ham sizga arzonroqqa tushadi aziz do'stlar. 20 million so'mga qayerlarni qanday fasonda tunukafonlar qilsa bo'ladi? Hamda 2025-yilda tunukafonning 1 kvadrat metri barcha rasxodlar ichida necha pulga tushmoqda? Shu haqida batafsil ma'lumotlarni video davomida sizlarga aytib o'tamiz. Assalomu alaykum ahli O'zbekiston. Sizlar Erkin Tunukafon kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Sizlarga tunukafonga oid bo'lgan yangiliklarni, tunukafonga oid bo'lgan barcha foydali ma'lumotlarni faqatgina Erkin Tunukafon kanaliga joylab boramiz. Shuning uchun ham kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Xonadonimizning ichkari shapka qismlariga ko'brali fasondagi tunukafonchlarimizdan qilib berilgan aylanasiga hamda past qismiga ham tunukafonlar bilan o'rab ketilgan. Bu shapkamizda eski patologlarimiz bor edi. Buzib tashlab, xuddi shunday ko'brali fasonda tunukafonlarimizdan qilib berdik. Endi uyimizga ulanib ketadi. Bu tomonimizda shapka qismlarimizda ham tunukafonlar qilib berilgan. Ko'rib turgan shapka qismimizni aylanasiga robotxonamizga ulanib, hamda ko'cha shapkamizga davom etib ketgan bu shapka qismlarimiz ko'rib turganlardek juda ham go'zal, skromniy fasondagi tunukafonlarimizdan qilib berilgan. Bu ko'proq fasonimiz aziz do'stlar, yana bitta foydali ma'lumot berib o'taman. Modasi o'lmaydi. Tunukafon birinchi chiqqandan beri haligacha modasi o'lmasdan juda ham go'zal bo'lib, odamlarga mamnun bo'lib kelayotgan fasonlarimizdan biri bo'lib kelmoqda. Yana bitta foydali tomoni, bu ko'vrali fasonimizni kvadrat ko'payib ketmaydi aziz do'stlar. Shu tomonlari ham odamlarga qulay bo'lib tushmoqda. Ko'rib turganlar past joyiga kichkina zazoriga ham tunukafonlar bilan o'rab ketilgan. Bu uydagilarning talablariga binoan agarda shu joyga gipskarbon qatirsa ham bo'ladi, tunuka qilsa ham bo'laveradi. Yana sizlarga foydali ma'lumot. Hamda robotxonamizga ulanib ketish past qismlarini ham tunukafonlar bilan ashifkalar bilan o'rab ketilgan. Ko'rib turganlaridek liniyadan bir xilda keltirib qo'yilgan. Ustakalamizning mahorati yana burchalarda seziladi. Burchalarni, ichki burchalarni juda ham keltirib, bitta butun qilib yasab, past lentalarni ham liniyalarni bir tekisda keltirib qo'yilgan. Yana sizlarga bir foydali ma'lumot. Ustunimizga ham tunukafonlar bilan qilib berilgan. Bu hech qanday algofon emas. Prosta tunukani mebel svettegisi. Juda ham go'zal bo'lib chiqqan. Endi bunga hech qanaqa layk uraman, kraska qilaman demaysizlar. Ustunga bo'ldi, tunukafondan o'rab qo'ysanglar, turaveradi inshaalloh, ko'p yillar xizmat qiladi. Endi robotxonamizni ham ko'rsatib o'taman. Robotxonamiz juda ham go'zal. Eng asosiysi modasi o'lmaydigan, juda ham skromniy fasondagi tunukafonlarimizdan qilib berilgan hamda trendda bo'lib kelayotgan MDFli fasondagi tunukafonlardan qilib berilgan. Yonboshlarini ko'rib turibsizlar. Mana shu MDF ishimizni go'zalligiga yana ham go'zallik qo'shib turgan aziz do'stlar. Yana ham ko'rkam qilib turibdi. Oddiygina yana sizlarga bitta foydali ma'lumot. Robotxonamizga 2 komplekt romiyli ustunkalar qilib berilgan. Buni pianino deb qo'yamiz aziz do'stlar. Robotxonani oddiy emas, yana ham ko'rkam qilib turgan shu kichkina pianinolarni ko'rib turibsizlar, juda ham go'zal bo'lib chiqqan. Robotxonamizni ko'rkiga, dizayniga dizayn qo'shib turibdi. Endi ko'cha shapka qismimiz juda uzun emas, sal kaltaroq bo'lib chiqqan. Uzunlik chiqqan razmeri taxminan 70-80 atrofida. Uzunligi esa aziz do'stlar taxminan 7-8 metr atrofida bo'lgan. Bu tomonimizni ham past tomonlarini tunukafonlar fonli aylanasiga o'rab berilgan. Ko'rib turgan xuddi shu tunukafonimizning hozirgi kundagi narxi, ya'ni 2025-yilda tunukafonning 1 kvadrat metri barcha rasxodlar ichida 140 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Aziz do'stlar, barcha rasxodlar ichida deganda nimalar kiradi? Tunukafonni qatirishi, yetkazib kelishi, reykasi, samarezi barcha rasxodlar ichida bo'ladi. Xonadon egalaridan faqatgina ustakalarimizga bir mahal obed beriladi. Hozirgi kunda ustakalarimiz ko'pchiliklari ro'za tutadi. Shuning uchun ham ro'za-i Ramazon oyida tunukafon qildirishga shoshilib qo'ying. Yana ham sizga arzonroqqa tushadi aziz do'stlar. Sizlarga ham shunday sifatli, kачествовали hamyonbop narxdagi tunukafon xizmatlari kerak bo'lsa, ekranimizda ko'rsatib o'tilgan nomerlarimizga bog'lanib,
bemalol zakaz bersanglar ham bo'ladi. Inshaalloh keyingi xonadon sizniki ham bo'lishi mumkin aziz do'stlar. Inshaalloh siz 2025-yilda niyat qilganlar bo'lsa, videomizga bir dona like bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Sizga ham nasib qilsin. Kommentariyada shu ishimiz haqida fikrlar bo'lsa yozib ketinglar. Yoki do'stlar, sizlarga ham tungi xizmatlar kerak bo'lsa, nomeringizni yozib qoldiring, sizga aloqaga chiqamiz. Do'stlar, sizlar Erkin Tungefon kanalini kuzatib bordinglar. Qimmatbaho vaqtingizni ayamasdan video roligimizni oxirigacha kuzatib kelganlar uchun albatta kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglarning ishlariga omad aziz do'stlar.